aqli zaif odam hech narsani tushunmaydi. Hatto kuchini ham hisoblay olmaydi. O'zini o'ldirib qo'ysa-chi? O'lsa, undan ham yaxshi. U telba marosimimni buzdi. Qayta ku oilasini haqorat qildi. Bugun men uni akam sog'-omon qaytishi uchun jonini olib qurbon qilaman. Yoki uni o'rniga sen shlemni sinab ko'rasan. Yaxshi, men sinayman janobgo. Ular hali juda yosh. Oldinda uzoq umr va yo'li bor. Rahim qiling, iltimos. Ularni qo'yib yuboring. Shlemni men sinab beraman. Istaganingizcha sinayman, janobgo. Sizlar bilan maslahatlashayotganim yo'q. Boshqalarga rahim shafqat so'rashni yaxshi ko'rasiz-a? Bir-biringizni himoya qilishni ham to'xtatmaysiz, shundaymi? Demak, meni pisand qilmayapsizlar. Yaxshi. Voy tentak. Urasanmi yo'qmi? Yaxshi, uraman, faqat suyetsinga tegma. Uraman. Yo'q, bunday qilmang. O'zingizga zarar yetkazmang, Sausin. Oyi, o'zingizni ehtiyot qiling. Ur deyapman. Yo'q, bunday qilmang, Sausin. Yo'q. To'xta demagunimcha. To'xtash yo'q. Sausin, yo'q. To'xtama. Sausin, qachon xotirangiz qaytar ekan? Yo'q, Sausin. Sausin, qachon avvalgidek sog'lom bo'lasiz? Nimalarnidir eslayapman. Suyetsin. Sausin, siz Suyetsin. Rahmat senga. Sausin, siz Men tuzaldim. Yaxshiyam shunday bo'ldi. Yaxshiyam. 10 yil kutdim. Nihoyat hammasi ortda qoldi. Gumin, shunday muhim marosimda nimalarni boshlab yuribsan? Opa, marosimni u buzdi. Hatto akam menga sovg'a qilgan tumorni ham tortib olmoqchi bo'ldi. Agar uni jazolamay qo'yib yuborsam, akamning hurmati nima bo'ladi? Yo'q qiling buni. Bas qiling. Halol mehnat haqqini so'rab kelishganda buni nimasi yomon-a? Siz esa ularni haqoratlab yetmaganiga kaltakladingiz. Opa, Uzr so'ra. opa, axir tug'ishgan ukangman. Bu oilasining obro'li yosh xo'jayiniman. Shu telbadan uzr so'raymanmi? Bu gap ko'chaga chiqsa kim degan odam bo'laman? Go'ylasini yosh xo'jayin degan nomni olib olib, istaganingni qilib yuribsanmi? Opa! Gumin, menga quloq solmasang mayli, lekin akamning so'zlarini ham unutibsan. Akamiz bolalikdan odamlarga yaxshilik qilishni o'rgatgan. Bugungi qilmishing bilan akamga hurmatsizlik qilibsan. Men Uzr so'raysanmi yoki yo'qmi? kechirasiz. Uzr so'rayman. Bu ko'ngilsizlik oilamizdagi noto'g'ri tarbiyadan. Uzr so'rayman. Unday demang, Xonim, hech qisi yo'q, unday qilmang. Xizmatchiga tibbiy ko'rikdan o'tishlariga yordam bering. Barcha xarajatlarni oilasi qoplaydi. Rahmat, xonim. Rahmat sizga. To'xtang. Tumorni menga qaytarib bera olasizmi? Sausin, u sizni tumoringiz emas. Tumoringiz menda turibdi.